Assalamu alaykum qarindoshlar. Men Amerikadan doktor Mehmetiman. Men bugun Xitoydan tarqagan COVID-19 kesili yoki Wuhan o'pka yollig'ining hozir qadar dunyoga ko'rsatgan ta'siri va bundan keyingi ba'zi o'zgarishlar to'g'risida o'zimning ko'z qarashlarini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Buningdan 5 oy burun, ya'ni 2020-yili 1-oyning 7-kuni Xitoyda bir mezgil tarqagan u sirliq kasalni paydo qilgan virusning gen qurilmasi rasmiy turda dunyoga e'lon qilingan bo'lib, uning koronavirus oilasiga kiradigan virus ekanligi ma'lum bo'lgan va uningga yangi koronavirusi 2019 yoki yangi tojsimon virusi 2019 degan nom berilgan. Shuning bilan Xitoyda bir yoki bir necha oylardan buyon tarqalayotgan sirliq kasalning burun bilinmagan bir xil yangi virus keltirib chiqarganligi dunyoga oshkor bo'lgan. Albatta, u deganlik u kasalga nisbatan hamma sirlar oshkor bo'ldi deganlik emas. 5 oydan keyingi bugungi kunda yana ko'plagan sirlar texi aniq bo'lgani yo'q. Bu shu 1-oyninki 7-kuni, ya'ni 2020-yili 1-oyning 7-kuni Xitoy hukumati dunyoga e'lon qilgan u virusninki gen red tartibi yoki gen qurilmasi bo'lib, uningdan keyin Amerika va Yevropadagi nurg'un davlatlar mustaqil holda uning bilan o'xshash u virusninki gen tartibini aniqlab chiqqan. 5 oydan keyingi bugungi kunda Xitoy sirtida yuqumlanuvchilarning soni 7 millionga yetib, u vabo bilan o'lib ketguchilarning soni 400 mingdan oshgan. Va yil ham yuqumlanuvchilar soni kuniga 120 ming bilan 130 ming orasida ko'paymoqda va kuniga 4 mingdan 5 ming odam bu vabo tufaylidan qazo qilmoqda. Xitoy sirtidagi yuqumlanuvchilar soni 4-oyning 2-kuni 1 millionga yetgan bo'lib, shuningdan e'tiboran har 9 kundan 13 kun orasida yuqumlanuvchilar soni 1 millionga ko'paymoqda. Bugun 7 millionga yetdi. Men burunqi leksiyalarimda tilga olgandek 3-oyninki 2-kuni Harvard Universitetidagi dangliq mutaxassis bu vabo to'g'risida mulohaza ilib berib, bu vaboninki kelgusida dunyo nufusining 40%dan 70%ga yuqumlanishi mumkin ekanligini taxmin qilgan bo'lib, ayni vaqtda Xitoy sirtida yuqumlanuvchilar 10 mingga, Xitoy sirtida bu vabo bilan o'lib ketganlar 200 ga yetmagan edi. Hozirgi sonlar garchi texi ayni vaqtda faraz qilgan u ahvoldan ko'p yiroq bo'lsa-mu, biroq dunyo uning uchun ko'p badal to'ladi va yil ham to'layotdi. Hozir bu vaboning tarqalishi garchi Yevropa va Osiyodagi bir qism davlatlarda kontrol bo'lgan bo'lsa-mu, biroq Shimoliy va Janubiy Amerika qit'asida, Afrikada va Osiyodagi yana bir qism davlatlarda yanada tez tarqalmoqda. Bo'libmi Braziliya, Peru, Chili, Meksika, Hindiston, Pokiston, Bengal, Saudiya Arabiston, Qatar, Janubiy Afrika va Rossiya qatorliq davlatlarda bu vabo yanada tez tarqalmoqda. Amerika bilan Kanadadami texi bu vabo to'liq kontrol bo'lgani yo'q. 2020-yili 3-oyning 29-kuni Amerikadagi davlatlik tibbiy tadqiqot idorasining boshlig'i Dr. Fauci Amerikada bu vabo sababidan o'lib ketadiganlarning soni 8-oyga borgan vaqtida 100 ming bilan 200 ming orasida bo'lishi mumkin deb taxmin qilgan edi. Ayni vaqtda Amerikada yuqumlanganlar soni 145 ming, o'lib ketganlar soni 3216 bo'lib,
Uningdan 2 oydan sal ortiq vaqt o'tgandan keyingi bugungi kunda Amerikada jami 2 million odam yuqumlanib, u vabo tufaylidan o'lib ketganlarning soni 112 mingdan oshgan. Yil ham yuqumlanğuchilar kuniga 20 mingdan 25 ming oraliqida ko'paymoqda. Bu kasal yalğız bizning jismoniy sog'lomligimiz bilan munosabatli bo'lib qolmay, eng muhimi butun dunyoning iqtisodiy va kelgusi siyosiy yo'nalishiga, jumladan bizning taqdirimiz bilanmi zich munosabatli bo'lg'achqa, men bu jihatda izchil izlanib, o'zimning bilganlarimni va bu jihatdagi ko'z qarashlarimni qarindoshlar bilan o'rtoqlashib keldim. Qarindoshlar bu masalani yolg'iz bir sog'lomlik masalasi deb qaramay, balki texmi keng doiradan to'nib yetishni umid qilaman. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, o'tgan yili Xitoy bilan Amerika orasidagi kuch sinash asosliqi savdo urushini markaz qilgan bo'lsa, amdilikda Xitoy bilan Amerika, jumladan Xitoy bilan butun dunyo orasidagi kuch sinash bu vaboni markaz qilyotidi. Bu vabo tufaylidan Xitoyni o'z ichiga olgan butun dunyo nihoyatda cho'ng badal to'ladi va to'layotidi. Mayli jismoniy sog'lomlik jihatdan bo'lsin, mayli iqtisod jihatdan bo'lsin, yoki mayli ijtimoiy masala va xalqaro munosabatlar jihatdan bo'lsin, Amerika bu vabo tufaylidan nihoyatda zo'r badal to'lagan bo'lib, bu vaboning Xitoydan hal qilg'uch vaqtda tarqishi va Amerikada bundaq zo'r ziyon yetkazishi Xitoy Amerika orasidagi nurg'unlagan masalalarning o'tirg'i chiqishiga sabab bo'ldi. Undaqda bu vabodan biz nimalarni o'rgandik? Kelgusi qandaq o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Ko'pincha qarindoshlar bu vaboning o'tirg'i chiqishini butunlay Xitoyning oldin a'lo planlagan plani deb qarayotidi. Agar u rasmiy maqsadli planlagan plan bo'lib, hamma ishlar Xitoy hukumatining oldin planlagan plani bo'yicha amalga oshgan bo'lsa, u holda Xitoy hukumatining kuchi nihoyatda kuchli bo'lgan bo'ladi. Amerika o'zidagi ojizlikni qaytadan o'ylashga to'g'ri keldi. Agar u bir tasodifiy vaqalik bo'lib, bu vaqaning natijasi Xitoyning manfaatiga uyg'un holda Amerikada hozirgidek zo'r darajada davolg'ish paydo qilgan bo'lsa, bu chog'da bu vabo Amerika Xitoy siyosatini tangshdagi zo'r bir tarixiy burilish bo'lib qilishi mumkin va bu Amerikaning kuchlanishiga va Xitoyning mag'lub bo'lishiga yo'l ochishi mumkin. Mayli qandaqlar bo'lsin, bu vabo dunyoga zo'r ziyon solganligiga o'xshash, bu vabo butun dunyoga zo'r fursatlar sunishi mumkin. Chunki bu vabo sababidan burun yoshirinib qolgan nurg'un masalalar o'tirg'i chiqyotidi. Ko'plagan davlatlar o'zangda yo'q, olamda yo'q, haqda foydasi yo'q deganni to'nib yetdi. Ko'plagan davlatlar Xitoyga tayinib qolmaslikning muhimligini to'nib yetdi va ishlab chiqarishni, zavodlarni Xitoydan chekintirib chiqishga boshladi. Ko'plagan davlatlar va ommaviy tashkilotlar bu vabo sababidan Xitoy hukumati ustidan arizlarni sundi. Bu vabodan keyin yolg'iz kelgusi xalqaro siyosatlarda emas, balki kasb va ishlab chiqarish qurilmasida zo'r o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ba'zi kasb va tijorat yo'qab, ba'zi kasblarga bo'lgan ehtiyoj ish berishi va ba'zi an'anaviy tijorat shaklida zo'r o'zgarish bo'lishi mumkin. Kelgusi 5-10 yil ichida ommaviy sog'lomlik, dorigarlik, tibbiy qo'g'dash buyumlarga bo'lgan ehtiyoj ish berishi mumkin. Bu vabo sababidan yuz berayotgan dunyo siyosatidagi o'zgarishlarda biz texmi ko'p ziyon tortamizmi yoki bu o'zgarishlarni o'zimizga foydali bir fursatga aylantira olamizmi? Bu hammamizningki o'ylashib beqishga tegishli muhim ish. Mening bu leksiyalarni
qarindoshlarga sunishimdan yana bir maqsadmi mushu jihatda qarindoshlarga o'ylashib beqishga bir fursat yaratib berish va yoki o'ylashga turtki bo'lishdan iborat. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan so'zimni mushu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning tenining salomat bo'lishini, ishlaringlarning qutuqlik bo'lishini tilayman. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.